Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon birodarlar, Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga Allohning salovati va durudlar bo'lsin. Albatta, mana shu bizning Ehson qaymduq fondimizni tomosha qilayotgan, ya'ni gruppada bo'lsin, tarmoqlarda bo'lsin, hammanglar havaylar bor inshaalloh. Mana shu Afrika va Ugandada o'sha yerdagi muhtojlar uchun inshaalloh, ya'ni quduq qazitirish davom etmoqda. Allohning izni bilan birodarlar, biz bir narsani yana qo'shib aytib o'tamiz, chunki el bilan xizmat qilamiz, elga ba'zi narsalarni aytib o'tamiz inshaalloh. Xo'p, mana shu Ehson qaymduq fondimiz tarafidan shaxsan to'plangan mablag' hozir bitta quduq Allohning izni bilan qazishlik ishlar davom etmoqda. Inshaalloh mana shu quduq butishlik bilan ochilish marosimi albatta uyushtirilib, mana buni videolari albatta mana shu bizning tomoshabinlarga ya'ni topshiriladi. Va undan tashqari Allohning izni bilan yana bir ikkita quduq, ikkita sahih inson sabab inshaalloh qurilmoqda birodarlar. Mana bularni ham ochilish marosimini albatta tashlaymiz. Va 3ta quduqni butish bilan yana inshaalloh orqasida 4-quduqni ham inshaalloh boshlaydigan bo'lyapmiz. Allohning izni bilan hozir biz Ehson qaymduq fondimizga albatta mana shu 4ta quduq ana shu Afrika va Ugandada inshaalloh to'liq butkazilib va mana buning ochilish marosimida albatta ya'ni butishligi bilan sizlarga tashlanadi. Va bundan keyingi bizni videolarimizga va muhtojlarga har qanday shunday madrasa talab ilmlarga bo'layotgan murojaatlarni befarq bo'lmaydi. Albatta birodarlar, misol bir muhtoj odam birodorsiz ko'ryapsizlar, mana bizdan so'raydi, darrov biz bu 2-3 minglikni biz videorolik qilmaymiz birodarlar. Shuning uchun har bir inson o'ziga, ya'ni xolis Alloh uchun birodarlar, bir oyda bir marta ahd qilingki, mana shu bizning fondlarning kartalariga sarand qilib, men bir oyda bir ehson qilaman. Allohning yo'lida deb turib tashlab tursangiz, mana bu mablag'lar zoya ketmaydi. Bizga fondlarga bilasizlar, eydan beydan har xil muhtojlar yozadi. Biz mana bu mablag'larni inshaalloh mana bu muhtojlarga, shu o'rin-o'rinlarga yetkazamiz va mana bunga sababchi bo'lib qolasizlar. Shuning uchun har bir inson oyma-oy mana shu bizning fondga o'zingizlarning ehsonni tashlab tursanglar, mana bular albatta o'z o'rniga, o'z egalariga yetib boradi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo barchalardan rozi bo'lsin. Mana bu yaxshi xizmatlarda Alloh subhanahu va taolo barchamizni sobit qilsin. Amallarimizni Alloh taolo qabul qilsin. Riyodan saqlasin Alloh subhanahu va taolo. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.